2026 yilgi yangi Honda Xrv zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va samaradorlikni o'zida mujassam etgan crossover sifatida e'tiborni tortmoqda. Ushbu model Honda kompaniyasining orta o'lchamdagi SUV toifasidagi eng so'nggi yangilanishi bo'lib, oilaviy foydalanish, qulaylik va ishonchlilikni birlashtiradi. Yangi Xrv tashqi ko'rinishida yanada sportchi va aerodinamik shaklga ega. Old panjarasi kengaytirilgan, LED faralar esa nozik chiziqlar bilan bezatilgan. Avtomobilning orqa qismi ham zamonaviylikni namoyon etadi. LED stop chiroqlari, qattiq shaklli bamper va yanada balandroq holatda joylashgan kuzov unga mustahkam ko'rinish beradi. Salon qismi esa yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan. Keng va qulay o'rindiqlar, 9 dyuymli sensorli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan integratsiya imkoniyati mavjud. Shuningdek, haydovchi uchun to'liq raqamli instrument panel va iqlim nazorati tizimi taqdim etilgan. Texnik jihatdan 2026 Honda Xrv 1.5 litrli benzinli yoki gibrid dvigatel variantlari bilan ishlab chiqiladi. Gibrid versiyasi yanada tejamkor bo'lib, yoqilg'i sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Uzatmalar qutisi chift avtomatik bo'lib, silliq harakatlanishni ta'minlaydi. Xavfsizlik sohasida Honda Sensing tizimi bilan jihozlangan. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormoz tizimi, yo'l belgilarini aniqlash, yo'nalishni ushlab turish kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada kafolatlaydi. Bagaj hajmi ham kengaytirilgan, 430 litrdan ortiq joy bilan oilaviy sayohatlar uchun yetarli imkoniyat yaratadi. Xrv shahar ichida ham, uzoq masofali yo'llarda ham yumshoq yurish xususiyati bilan ajralib turadi. Yangi 2026 Honda Xrv zamonaviy hayot tarziga mos, energiya tejamkor, ishonchli va estetik jihatdan mukammal crossover bo'lib, o'z sinfida kuchli raqobatchi bo'lishga tayyor.